farosat yo'g'rilgan ey aziz diyor, mehrdan tug'ilgan ey aziz diyor. Navqiron yoshingni qutlaymiz bu kun, saodat chamani abadiy bahor. Bu oydin kechalar. Aziz yurtdoshlar, Kitob tuman axborot kutubxona markazi nomidan vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan barchangizni muborakbod etamiz. Yuragimda vatan, tilagimda tinchlik, dilimda mustaqillik g'urur. Mustaqil yurtimning har bir kuni bayramdek go'zal bo'lsin. Mustaqillik ajdodlar orzusi, avlodlar kelajagi. Erkin va ozod yurtim, mustaqilliging muborak bo'lsin. Ozod yurtning baxtli farzandi bo'lish eng katta baxt. Tinchlik eng buyuk ne'mat, mustaqillik esa eng ulug' boyligimizdir. Vatanim faxrim, mustaqilligim g'ururim. O'zbekistonim doimo tinch va obod bo'lsin. Mustaqilliging abadiy bo'lsin.